To'lgan operatsiya. Bizda revansh jangi bolalar ko'pchilikni talabiga ko'ra faqat formula almashdi, lekin sostav o'sha. Ko'pchilik talab qildi bu narsani. Mana hamma kutgan revansh jangi birinchi marta kanalda. Birinchi marta emas, bunaqa bo'lgan. Xullas 5 ta zadaniyalar xuddi o'sha bo'lmaydi, sal o'zgarishlar bor. No, naказание o'zgargan. Naказание, короче, masalan, bular yutsa, har bittasi bitta para tanlab oladi, balig'i bilan shapat beradi sher. Mana bolalar, bu revansh keldi. Bugun to'shni kitob yopiladi, chunki o'tgan safar biz kelib takoyani maydonni ko'rib keluvdik, lekin bugun Samrat uzr, oxirgi payt faqat gapiryapsan-da. Kommentariyada ham rosa yozishdi. Faqat gapiryapti, hech nima qilmaydi dedi. Ha, qara, men yutqizgan hamma kutyapti-da, editlarni. Yutganim. Seni yutqizishing. Yo'q, brat, faqat yutqizyapsan. Eshitgan, yutganimda qana editlar? O'sha sizlarga savol. Xatda faqat yutqizgan bo'lasizlar. Lekin bugun o'zing juda ko'p heyt anaqa. Biz qo'yamiz bu joyni. Qo'ysin. Bo'ldi. Shapan. Meni uydasan, tuxum sarig'ini iching. Mana keldi. Dadam telefon qilyapti. Alo. Bugun eshans yutish kerak. Chunki ularga dokazat qilish kerak emas, mana shu ko'rayotgan odamlarga. Chunki ko'p komment o'qdim. Baraka уже urolmayapti. Sen o'zing gapirmayapsan. Sara Musojon qiz bilan ajrashib nimadir bo'lib qoldi. Tima faqat o'qiyapti. Java nimadir. Mana laycha deyapti. Voy. O'shaning uchun men bugun dokazat qilib beraman. To'shti biza laycha emas. Bolalar, zadaniyalar sal boshqacharoq dedim, lekin birinchi zadaniya o'sha bo'ladi. Himoyachi bilan birga bir chiqish. Hamma hozir bitta para tanlab oladi va bittadan bajarishadi. Ko'ramiz. Menimcha, meni stavkam bu challenge-ga xuddi birinchi qismdagi повтор bo'ladi, bu komanda g'alaba qozonadi. Mana bolalar, revansh chiqish kerak, просто yutish kerak bo'ldi. Meni komandam 100% dan 99% hardam yutgan. Bu safar ham menimcha 5 shans bo'lsa kerak. Sima nastroy qanaqa hozir? Nastroy четкий. Normalmi? Kommentlarni o'qidingizmi? O'qidim. Kommentda xo'rlab ordinglar. Xafamisiz? Bolalar, uni xafa qilmanglar. Biz varatar o'yinlarda ko'rganmisizlar, qana turishini 0 ga turasiz har doim. 0 ga. Давай challenge-da ham aka. Xudo xohlasa. Yarim nechchi. Давай, neydi? Qo'yding. Jom. Bo'lkan amalchank. Biz nastroydamiz. deb turib Emiratga tortdi mana. O'sha sostav. To'g'ri uch. Lekin bu safar men javoni oldim. Ketdi, давай. Ela! Yurish kerak. Otak. Это гол. Эля, надо, Эля. Atilab chap oyog'iga haydash kerak. Chap oyog'iga. Davay. Urish kerak. Cho'tki. Bugun yosh kerak emas. Voy. Hala xursand bo'lsa qarab, bitta gol urolmagan yo. Va urolmaydi hozir. Mana pochini ochish kerak. Давай. Давай, это просто цифры. Теперь покажи на деле, как нужно забивать. Spokойно, настройтесь, ребят, настройтесь. Mana o'ga comebackdan keyin yana hozir comeback deyilmaydi, bu o'zi ikkinchi gol, просто farq qarshi. Gapirmayman men o'ynayman, serios kelganman. Надо. Дай, это гол. Levay nога. Gol urmaganim yarasha gol o'tkazmayman. Birinchi revanshimizda qilgan ishim xusham qildi. O'ngga tortdi, chapga qayga bo'lsa, chapga tortdi. Tayyormisan? Baraka. Da! Normalmi? Hali moment ko'p. Ana normal. Yoshligimda Seyshor Rams bo'lmoqchi bo'lganman. Keyin oldi o'tib qo'ydim. Bugun kamroq gap, ko'proq ishda. Chartay, nada. Не вылезу. Не вылезу. Давай. Давай. O'zi yiqildi.
Bunaqa berilmaydi. Ayting kontaktlar penalti. Sanani o'zi ham sezdi, basharasi ko'rindi. Basharasi ko'rindi. Мяч рядом. Bo'pti, talablarga binoan var ko'ramiz. Ne по факту hozirda qonun bo'yicha qaraydigan bo'lsak, onasini ham foul borda, penalti olishsin. Yo'q, penalti. To'xtab tegmadi. Звук слышали, да? Такой звук bo'ldi. Menga постоянно uryapti. Razyalkada mana uryapti. Mashinada mana uryapti, постоянно sal. Hozir ham urdim men. O'sha kamroq gap, ko'proq ish. I'm not in a mood 'cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Zo'r. Ashtaqa gol bo'ladi, penalti gol bo'lmas. Chiqamiz desak. Men shapat chiqo'ylar. Bosim bor, bosim yo'q emas, bosim bor. No. 2-2 qilib qo'yish kerak. Radik 16 kirmasa. Это что, Radik? Вы сильно пас отдал. Давай, кыргызма. Хорошо! Опа, назад! Хорошо! Да! Хорош, Dima. Voy Dima. Bola bu Dima. birinchi chellenjda xuddi shunaqa moment bo'ldi, lekin Tima chiqa olmadi. Endi esa bu ошибкада Tima chiqdi. 5 baho unga. Bu kun keldi. Chunki editlarni ko'rdim, kommentlarni ko'rdim, juda xafa. Qo'rdinglar meni. Endi bugun sizlarga dokazat qilib beraman. Ashama bo'ldi. Hamma narsa qildim, lekin oxirida uraman. O'zbekiston futbolida katta yangilik qilish vaqti keldi. Futbolimizdagi eng yaxshi davrni o'tkazgan legendalarga qarshi hozirgi media futbol davrini boshqarayotgan Almonted Boys jamoasi to'qnashga o'tdi. Bu jang futbolimizni yanada rivojlantirishiga hech kimning shubhasi bo'lmasa kerak. Endi esa hammamiz intizorlik bilan kutgan yangilikni e'lon qilish vaqti keldi. Yil jangi shu oyi o'zida bo'lib o'tadi. 27-avgust soat 18:00 da barchani Lokomotiv stadionida kutib qolamiz. Biletlar atiga 15 ming so'm. Biletdan tushgan foydani ma'lum bir qismi xayriya qilinadi. Biletlarni o'yin kuni, ya'ni 27-avgust kuni ertalab soat 9 dan Lokomotiv stadioni kassalarida xarid qilishingiz mumkin. Lekin bitta narsa bor, ishlaydigan odamlar bor, o'qiydigan bolalar bor. Shu sababdan faqatgina ertalab olish mumkin degani emas. Bemalol o'yindan 1 soat oldin, yarim soat oldin kelib stadion kassasida biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Hammaga biletlar yetadi. Stadiondagi eng aktiv muxlislarimizga, bannerlar yasab kelgan muxlislarimizga bizni отдельно o'zgacha sovg'alarimiz bor. Bu safar boshqacha sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Shuning uchun hamma aktiv muxlislarimizni o'yinda kutamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ko'proq odamni xursand qilishga harakat qilamiz. O'tgan safargi o'yinimizda bannerlar bilan stadionga kirish sal muammo bo'lgan edi. Xudo xolasa bu safargi o'yinimizda unaqa muammolar bo'lmaydi. Shuning uchun stadiondagi eng aktiv muxlislarimizga, bizni bannerlarimiz yasab kelgan muxlislarimizga biz отдельный sovg'alarimiz bor. Bu safar o'zgacha sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Qo'ldan kelgancha ko'proq bizni yurakdan mehr bergan muxlislarimiz xursand qilishga harakat qilamiz. Bu futbol bayramini o'tkazib o'rgan odam hayotidagi eng katta xatoni qilgan bo'lishi mumkin. Sababi ikkita davr birlashmoqda. Yil jangida ko'rishguncha. Ikkinchi zadaniyada mana 3 ta kopta turibdi. Ikkita komandaning bittadan o'yinchilar yugurib chiqadi. Bu tarafdagi hujumkor o'yinchi bo'ladi, narginisi zashtida turadi. Xullas bu narsani ko'pchilik o'zi biladi. Hamma bola bittadan qiladi. Hop. Хорошо, Elias, ha? Hop. Oy. $100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. How the fuck when I Spain be in my domain and automatic bitch? Hop. Закарай! Ешь его! Давай, Тони! Freestyle.
Ejit, mana ejit sizlarga. Mana sizlarga ejit. Mana. Maxa, Biraz sal serios. Mayli o'sini bilan. Qo'yinglar. Qattasan! Layka! Yotibsan laykaga o'xshab. Yotibsan-ku. Qalayim. Yaxshimi? Endi. Yer yaxshimi? 80 tudardan endi gol urdi. 80 tudar kerak bo'ldi. Bolalar 80 tudar yozinglar. O'tgan birinchi o'yinda urmagan. Ikkinchi o'da. Yo'qsa endi. Layka. Ha, endi yo'llasan dedi. Ko'ryapsizmi layka? Ikkita pora. Хорошо! Bosh bilan qaytaryapti Tima. Tima bugun kelgan bosh bilan. Mana kommentariyada endi yozinglar. Timadan seyf kutganlar mana sizlarga. Shunaqa seyf kerakmidi? Ketdi, davay bolalar. Bo'ldi, javob oldi. Aroy! Xo'roqga. Keyin zadani o'tamiz. Давай. Ko'ryapsizlar bolalar, hozircha shu 4-2 bilmadim nima bo'lishi. Interga hali ham kuchli. Agar sizlarga hozir bu yoqayotgan bo'lsa, shunday kommentariyaga o'tinglar. Taxmininglar bo'yicha bu bo'yda kim yutadi? И подписка ham tashlab qo'yinglar. Like ham bosinglar. Sezmadim nima bu? Yelkaga o'tirsam birga yuguramiz. Bolalar, ikkinchi zadaniya ham tugadi. Общий счет 4-2. Endi 3-zadaniya shtrafnoy. Har bitta bola ikkitadan tepadi. Ikkitadan ikkita bolalar. Kelmagan bo'lsa, Prigizdan ekan. Телефон плеем уже. Давай, из двух должен был забивать. Fara qardoshlar deydi, o'tgan chans nima bo'ldi? Farani o'zi anti deb otdi yerga. Raska gupsili hech. To'g'ri uchdan hozir 5 yut o'qishga harakat qilaman. Тебе просто повезло, я MC Doni. Tashi! 4-4mi? Da. 5 yut to'g'ri hidika ot. Это gol. Это gol. Yugurtima oldi endi. 504 ga Narikamanda o'zini joyiga qaytdi. Laychalar yana shotda. Bu nima degani? Bu nima degani? Chista bitta komandai simpatiya ko'proq degani. Lekin biz обязательно bu narsani dokazat qilamiz aniq. Bilsanglar, like bosaveringlar. Men sizlarni поддержка qilib, mana shu наоборот motivatsiya ko'proq bo'lsin deb gapiryapman-da bu narsani. Sekin chiqib kommentariyada bilasizlar, yomon qilib tashlaydi. Men kommentariyada qo'rqmayman. Hate qilsanglar, qilinglar. Qilmasanglar ketlaring o'tdan. Butun 4 ta odam o'z laychi debdi, nima bu? Ha, yo'q, hech narsa aytmayman. Hozir oyo gapiradi. Tashi. Ikkita gol farq bilan oldiga chiqdik. Endi meni qahramonlik paytim keldi. Katta sahnaga chiqadigan paytim keldi. Sara tepishni bilmaydi. Sara hozir Jessi bilan vashi boshqa dunyoda. Umarga qarab vashi nima qilyapti bo'ptiman. G'alati o'tib ketdim, lekin urishim kerak. Bellingham. Maxa bugun kelmagan вообще. Qiyin bo'ldi urish. Hozir endi sokinlik bilan olib ketib qo'ydim. Men ham chista bilar qoraman. O'sha gap, kamroq gap, ko'proq ish. Voy, normal ketdi. 7-6. Yaxshi javob oldi. Urish kerak bo'ldi, gap so'z yo'q bu yoqda.
Arosh Maha. Shigire, patane matake, sene dese botane, sene kamana masente, sene. O'tgan safar bitta muromadim. Bu safar Xudo xolisa ikkitadan ikkita uramiz. Qani qaysi biri? Murat, O'zinglar kommentda. Qani laycha? Ketdik. hey! Laycha! Urdim. 9 gami yoki skorishnikka urdimmi? Qattasan, skorishnikda yotibsanmi? Qanisan? Qanaqa urdim senga do'stim? Bo'ldi. Mahmud, Mayli, настроение yo'q ekan. og'zi zirachki yo'q, millat yotibdi. 8-6. Bolalar ikkinchi udar. Birinchi gol ko'rdilar, 5 shans. Men o'ylayman, edik qilish kerak. Imahani pastda laycha bo'lib, atmetka qilish kerak. Nima bo'lyapti laycha senga? Davay. Ana o'tgan safar kelmaganda, bu safar kelibdi. Tan olish kerak, zo'r urdirardik. Tan olish kerak, ikkitani sochib yubordim, ikkita bardar qo'shsa ham ayta olmaysizlar, Ya realliga bu yaxshi da. Shunaqaroq, bu kelibdi, eng muhimi shu, kelibdi. kelmadim, bolalar. TTFdan yetib kelibdi bu safar. Yaxshi uyindan chiqibsa. Bog'li chiqaman. Yo quiero chu, yo quiero cha. Aradik laycha, cha. Radio laycha. 3-chi zadaniya ham tugadi. Bolalar 9-6 ga Jovini komandasi yutyapti. Ko'pchilik so'ragani uchun biz udarniy zadaniyalarni ko'paytirganmiz. Shuning uchun hozir kaptonni orqadan otib berish, sakrab turgan kaptonni tepish. Har bitta bola ikkitadan. Men boshlayman, bolalar hozir bitta tursam ham, komanda ursa ekan osmonga chiqib ketyapti. Bolalar bittadan uradi, ishonaman. Biz bu challenge yutdik, xudo xolisa. 3 santimetr. 3 santimetr. Shundoq qo'ng gol. Radik. Laycha. Radik. Laycha. Men o'tgan safar va'da berdim. Har bitta zaradan qachon bitta gol uraman. Ketdi. 9-6 также пока gol bo'lmadimi? Yana pochini ochib berish kerak. Voy, какой срез! Bunaqa biling uraman-da, bor, hozir обидно. Potensialni realizatsiya qila olmadim. Bolalar ikkita udarim bor, ikkitadan ikkita ursam 11-6 bo'ladi. Bolalar mana ko'rdinglar, 0 ga turib berdim. Farq 3 ta. Bu xatya hozir yetib olishimiz kerak. Oxirgi zadaniyada final bo'lishi uchun. Mana birinchi gol ketdi. Tima. Voy, gollar tak bывает. Это мой друг. Showtime Doni. Nima bu? Это дурака я положил, дурака. Нормально, да, Тима. Ular gapiraveradi, biz ish qilamiz. Yomonlar o'zi. Timani hate qildinglar. Mana o'q chiqyapti endi. Nastroy qilib. Mana bolalar shu 9-7, 9-9 qilishga harakat qilaman. Qolish kerak Tima. 9-7 qolish kerak Tima. Oxirgi zadaniya bo'y bo'lar ekan, yana da пропускать родной. Kelma. Колено. Хорошо, Тимыч. Хорошо.
4-chi zadaniya ham tugadi. Общий счет 9-8 Jovini komandasi yutyapti. Endi har doimgidek 5-zadaniya 3-2 futbol, 2 golgacha. Qaranglar bolalar, bu yoqda 2 gol deganda любой komanda bular bitta ursa ham tugaydi-da. Shuning uchun hozir Jovilan komandasi mabodo bitta gol ursa, bo'ldi, tugadi, chunki bularda yetib olish shansi bo'lmaydi. Qara, levi, qara. Levi, qara. Voy, nima bo'ldi? Hozir Joviklar gol ursa, yutgan bo'ladi. Agar urolmay, qoralar ursa, qoralar yutgan bo'ladi. Voy, billi. Katta. Nice, mujiki. Dali qara. Hop. Javob, spokojno. Dali qara, boshla. Boshla, dali qara. Yaqa, chiq bana başla. Hadi çık, doğru. Doğru idi. Doğru idi. Boş işo. Doğru idi. İşo. İşo. Bir. Doğru öyle. Vallahi bu tarixiy xato bo'lishi mumkin. Sara Maloydan tarixiy xato bo'lishi mumkin, chunki hozir o'sha qoralar bitta gol ursa, o'yin tugaydi. Hozir lekin vashcha emas o'yapti. Hozir ko'rasizlar o'zinglar nima bo'layotgan. 9-9 ursa yutamiz. Davay! Забивай. А сколько времени? Уже есть, можно. Хорошо! Здорово! Давай. Ай, спокойно. Гори, бог! Дали нагара. Элейди. Чап. Гори, уч. Sara vaqt nechi? Ay 10. Bu bilan salom nima deyiladi? Bu deyiladi Kevin De Bruyne. Miyam 11. Mana bolalar, nakazaniyani bajarish vaqti keldi. Takoy baliq bilan shapatchi. Uhoy! Давай, Тима! Simani ot urishadi. Hozir zo'rni mana men shuni. Kim endi? Voy! Elada o'pib bor уже. Ayyorsan, brat. Давай! 1 2 Pацаны, 3-jang kerak bizga. 100%. Trilogiya bo'ladi. Ko'pchilik gapirardi, revansh qilmaysizlar deb. Mana bolalar sizlar uchun revansh qilindi. Eng qizig'i revansh olishdi bular. Respekt. Gazda bo'ldi, tugadi. Bolalar, agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, 15 mingta like yig'amiz. Agar trilogiya qolasanglar 20 mingta like yig'amiz. Keyingi videoda ko'rishguncha.